Mana do'stlar, o'sha melissa degan miyataga o'xshagich, miyata boshqa narsa, bu melissa. Mana tog'ga kelganmiz. Buni choy qilib damlab ichsa, asab kasaliga zo'r davo. Toqqa chiqqanmiz giyoh terishga. Mana Rustam tabib o'zi. Assalomu alaykum. Tojikistonga alangali salom. Bo'stonliq tog'ida G'ulom ukam, Said Olimxon ukam bilan yuramiz. Aziz vatandoshlar, mana bu giyohimizning nomi korin salotka deydi. Shirin miya giyohi. O'shani tomirini olib, maydalab bir osh qoshig'ini 200 gram suvga choy qilib damlab ichsa, juda bir bebaho narsa. Yo'tal, balg'am ko'chirish umuman bebaho narsa. Hattoki mana bu onkologiyadan badani qaqshiydigan odamlar borki, ichaklariga yara tushib ketgan odamlar. Korin salotkani gulini olasiz, bir chayni ложкасini bir piyola suvga damlab bir kunda 2 mahal ichib yuring. Ichaklarda muammo umuman bo'lmaydi. Diareya muammosini ham unutarasizlar. Xudo xolasa. Agar buni o'zini choy qilib qaynatib ko'zga tomizsa bo'ladi. Glaukomaga, ko'z shamollashlariga juda yaxshi narsa. Do'stlar, olib ishlatib ko'ringlar. Melissani tanib oldingiz, xullas. Ana shuni olib choy qilib damlab ichsangiz asab kasaliga davo. Men topolmagandim Tojikistondan, O'zbekistonni tog'dan giyohlar orasidan topib sizlarga ma'lumot aytyapmiz. Gapiring mana Rustam aka. Dard mingta, davo mingta. Mana shu nima deydi, mana shu giyohlar bor, mana shu tog'damiz, mana G'ulom ukamiz bilan. Mana shu tabiatning o'zi shifo. Mana Tabiatning o'zi shifo. Do'stlar, olib ichinglar. Bebaho narsalar hammasi oyoq ostiga Alloh taolo bergan.